Oysha opa, jiyanim aqlli, lekin quloqsiz bo'lib qolgan. Qanday qilib tarbiyalasak bo'ladi? Men bunday bolalarni juda ham yaxshi bolalar deb aytaman psixolog sifatida. Chunki aqlli o'zi, lekin quloqsiz. Ularni o'zlarini mustaqil fikrlari bor, o'zlarini maqsadlari bor va o'zlarini ko'zlagan narsalari bor. Masalan, bitta narsani ko'zladi, shu o'yinchoqni olib o'ynayman deydi, hech kimga quloq solmaydi. Oma deganga quloq solmaydi, to'xta deganga quloq solmaydi. Borib o'sha o'yinchoqni oladi-yu, o'zi o'ynaydi. Quloqsiz bolalardan hech qachon qo'rqmaslik kerak. Quloqsiz bolalar, mana men ko'p mana shunday voqealarni shohidi bo'lganman. Maktabda yaxshi baholarga o'qimaydi, lekin hozir o'zini korxonalariga, o'zini zavodlariga ega. O'zi shunaqa zo'r tadbirkor bo'lib ketgan. Chunki ular qaror chiqaradigan yoshgina bolachalar edi. Ana endi sizni oldingizda xursand bo'lishingiz kerak, lider farzand turibdi. Faqat uni ruhini sindirmasdan, astagina oldingizga olib, yaxshi gap bilan, mehr berib, faqat tushuntirishingiz kerak xolos. Shuning uchun ularni ruhiyatiga tegmasdan tushuntirishga harakat qiling. Yaxshi gapirishga harakat qiling.